o'zi stopda to'xtash kerakmi yo kesishmaning oldida to'xtash kerakmi? Nima deb o'ylaysizlar? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aqamda turgan 2005 to'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi degan belgi. Bu belgi imtiyoz belgilar guruhiga kirib, bu belgida o'zi to'xtash kerakmi degan savol hammani qiynab turibdi. Endi qarang, bu belgilar temir yo'l kesishmalarida ham karantin maskalari oldilarida qo'yilgan vaqtida to'xtash chiziq bo'lsa, chiziqning oldida to'xtash kerak. Agar chiziq bo'lmaydigan bo'lsa, belgining oldida to'xtab, undan keyin o'tish kerak. Agar belgi xavfli yo'l kesishmasi oldidan qo'yiladigan bo'lsa, ya'ni bizlarning shu ko'rib turgan yerimizda joylarda qo'yiladigan bo'lsa, to'xtash chizig'i bo'lsa, shunday yerda chiziqning oldida to'xtash kerak. Agar to'xtash chizig'i yo'q bo'ladigan bo'lsa, qatnov qismi kesishmasining oldida to'xtab, undan keyin o'tish kerak. Ko'pchilik burada to'xtamay o'tyapti-da, to'xtamay o'tish kerak degan yeri yo'q. Chiziq bo'lsa, chiziqning oldida, chiziq bo'lmagan vaqtida kesishmaning oldida to'xtash kerak degan. Hozir sizlarga kesishmaning oldida, ya'ni qayerda to'xtash kerakligini ko'rsataman. Bu yerda 2005 to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisida, bundan yerda to'xtash chizig'i bo'lsa, chiziqning oldida to'xtash kerak. Agar chiziq bo'lmaydigan bo'lsa, qatnov qismi kesishmasining oldida yuringlar, qatnov qismi kesishmasini ko'rsataman. 380 yo'li bilan buna yo'ldan kesishmasi, ya'ni bu To'rtko'l Shoh ko'cha hisoblanadi. 380 yo'li bo'ldi, asosiy yo'l hisoblanadi. Shuning uchun ham nega stop degan belgi qo'yilgan. Siz stop belgida to'xtashingiz kerak emas. Shu yerda kesishmalarda to'xtab, bu yoqdan 380 yo'ldan keltirgan mashinalarni, keyin 380 yo'lni bu yoqdan burilajak bo'lgan mashinalarni o'tirib olishingiz kerak bo'ladi. Ana shu vaqtda siz to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisining qoidasini to'g'ri bajargan bo'lasiz. Videolarimiz manfaatli bo'ladigan bo'lsa, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Ham qayerlarda yana qanday tushunmagan belgilaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar.